Ko'rishni xohlasang to'g'ri joyga nazar sola bil. Salom. Endi senga yaxshi narsalar haqida gapirib beraman. Ammo bular aldash yoki taskin berish uchun emas. Ba'zi hodisalarni farqlab olishni o'rgatish uchun. Balki bu aytganlarim yolg'ondek bo'lib tuyular. Ammo shu chog'da dunyoda sen uchun o'lishga ham tayyor insonlar bor. Ayni paytda ulardan qanchalar bexabar bo'lsang-da, senga havas qiladigan va hamma narsadan ortiq ko'radigan kishilar bor. Biror korxol bo'lsa, hamma ishini tashlab yoningga uchadigan va kulishingni ko'rish uchun dunyolarni bag'ishlab yuboradigan muqarrablaring bor. Unda ko'rsat menga ularni deyotganingni eshitib turgandekman. Demak, to'g'ri nazar sololmayapsan. Balki har kuni unga ko'zing tushayotgan, ammo ko'rishni xohlaganing boshqa narsa bo'lgani uchun unga e'tibor bermayotgandirsan. Gaplarimga har qancha ishonishni xohlamasang-da, borligidan ham xabaring bo'lmagan kimdir yoki kimlardir haqqingga har kuni duo qilyapti. Seni juda ham sog'inyapti. O'zini esa senga ko'rsatish uchun barcha choralarni sinab ko'rayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Balki uyalyapti. Balki andishasi sabab tortinmoqda. Balki qabul etmasligingdan qo'rqib senga ayta olmayotgandir. Ammo bir haqiqat bor. Seni sevadi va bu haqida uzoq o'y so'radi. Uni ko'rish uchun to'g'ri yerga nazar sol. U yerdan bir inson sendan zarra qadar bo'lsa-da uchqun chiqishini kutayotir. Qani bo'l, qaqqayib turma, shu'lalaringni yoq, dunyoni yorit. Chiqib o'zingga shaydo bo'lganni qarshi ol. Bir qaraya, baxt qayerdandir senga qarab kelmoqda. Shuni unutmaki, Alloh insonlarni bir-biriga bog'lab turadigan rishtalarni yaratgan. Ayrim kishilar mana shu rishtalar sharofati bilan o'zaro topishganlar. Ba'zilar esa hanuz uchrashishga ulgurmagan. Agar sen ham bu rishtalarni kashf etishni xohlasang, ko'zlaringni qarashga emas, ko'rishga ilg'ashga o'rgat.